Assalomu alaykum Andijon davlat pedagogika instituti va kanalimiz a'zolari. Bizni qiziqarli viktorina o'yinlarimiz davom etyapti. Yangicha uslubda tayyorladik. Bunda birinchisi siz qaysi birini tanlaysiz? Ikkinchisi savolimizda variantlari bilan beramiz. Uchinchisi erkin mavzudagi o'zini fikrini bilib olamiz. Buni o'qituvchi va talabalarda qo'llasak bo'ladi. Qani ketdik. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Men ijtimoiy va amaliy fanlar fakulteti tutori Abdurahmonov Amaliydan G'olibjon bo'lsin. Axborot test markazidan qisqagina viktorina o'yin o'tkazyapmiz. Unda 3 ta savolimiz bor. Boshladingmi? Birinchisi, qaysi birini tanlaysiz? Elektron kitoblar yoki qog'oz kitoblar? Qog'oz kitob. Ikkinchi savolimiz variantli. Alisher Navoiy asarlarida asosiy o'rinni tutgan mavzu qaysi? A variantimiz harbiy san'at, B variantimiz jadidchilik, C variantimiz insonparvarlik va axloq, D variantimiz dengiz savdosi. Alisher Navoiy asarlarida asosiy insonparvarlik va axloq. To'g'ri topdingiz. Uchinchi savolimiz, hayotingiz kitob bo'lganda sarlavhasini nima deb nomlardingiz? Meni hayotim kitob bo'lganida baxtga yo'g'rilgan umr deb nomlagan bo'lasiz. Rahmat ustoz, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring domla. Ijtimoiy va amaliy fanlar markazida tutori Jahongir Shokarimov, pedagogik psixologiya o'qituvchisi Jahongir Shokarimov. Bizni axborot test markazidan qisqagina viktorina o'yin tayyorlaganmiz. Unda 3 ta savolimiz bor. Boshladik-a? Sizda zo'r savollar bo'ladi. Aytavering. Birinchisi, qaysi birini tanlaysiz? She'riy janr yoki komedik janr? She'riy janrda biz she'r bilan bevosita qo'shiq ham aytamiz, ijro qilamiz. Ikkinchisi, Turkiy Guliston yoxud axloq asarini muallifi kim? A variantimiz Abdulla Qodiriy, B variantimiz Abdulla Avloniy, C variantimiz Abdulhamid Cho'lpon, D variantimiz Abdurauf Fitrat. Abdulla Avloniy. B variantimiz Abdulla Avloniy. To'g'ri topdingiz domla. Uchinchi savolimiz, agar hayotingiz kitob bo'lganda sarlavhasini nima deb atardingiz? Kitob bo'lganda sarlavhasini baxtli inson deb. Baxtli inson ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtiring. Men pedagogika instituti, pedagogika fakulteti tutori Temirova Sarvinoz. Biz axborot test markazidan savol tayyorlaganmiz. 3 dona. Unda bittasida qaysi birini tanlaysiz? Bittasida variantlarimiz bor. Uchinchisi mantiqiy, o'zingiz xohlagan narsani aytadigan savol. Boshladik-a? Boshlandi. Birinchisi, qaysi birini tanlaysiz? O'tkir Hoshimovda ikki eshik orasi, Said Ahmadda ufuqi. Qaysi birini tanlaysiz? Said Ahmad Ufq. Juda yaxshi. Ikkinchimiz variantli savolimiz. Quyidagilarning qaysi biri tarixiy manbaga kirmaydi? A variantimiz arxiv hujjati, B variantimiz xotira va kundalik, C variantimiz badiiy roman, D variantimiz qadimgi bitiklar. Badiiy roman. To'g'ri topdingiz, malades. Uchinchisi, agar hayotingiz kitob bo'lsa, siz inson lavhasini nima deb atagan bo'larsiz? Insondan yaxshilik qoladi. Rahmat katta qatnashganingiz uchun. Rahmat.